Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Bekzodjon Yusupov va ushbu videoda men eslab qolish bo'yicha 3 xil usullarni bir-biri bilan solishtirib ko'rsatib beraman va bu videodan keyin siz qaysi usul yaxshi ishlashi va effekt, ya'ni natijaviylik jihatidan yuqori ekanligini ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni men hozir 3 ta usul deganim, bittasi bu o'zimizni tabiiy, odatiy usullarimiz, ya'ni shu eslab qolish usuli bilan, ikkinchi usulimiz bu eslab qolish uchun eng mashhur usullardan biri hikoya yoki bo'lmasam zanjir usullari hamda dunyodagi eng kuchli metod lokatsiya metodini men kuchini ko'rsatib sizlarga buni farqlarini tushuntirib berishga harakat qilaman va buning uchun men hozir minimalistlar odatda shug'ullanadigan bitta yo'nalish bor va bu ham bo'lsa rasmlar eslab qolish. Ya'ni 30 ta rasm beriladi hamda 1 daqiqa vaqtingiz bor. Shu 1 daqiqa ichida 30 ta rasmni maksimal darajada tezlikka eslab qolish kerak. Men hozir birinchi navbatda lokatsiya usuli orqali harakat qilib ko'raman va mana shu 30 ta rasmni hammasini eslab qolaman va unga qancha vaqt ketganini ko'ramiz. Undan keyin xuddi shu rasm nimasi, xuddi shunaqangi ishni faqat zanjir usuli bilan qilib ko'raman va eng oxirida bo'lsa tabiiy odatiy xotiramizda bu narsani qilib ko'ramiz. Agar tayyor bo'lsangiz, natijalar qanaqa bo'lishiga bu holatda ketdik. Va birinchi bo'lib biz lokatsiya usulini tekshiramiz. Xo'p, hozir men memorylik saytida turibman. Ya'ni bu eslab qolish uchun ishlatiladigan eng mashhur platformalardan biri va bu yerda men hozir images, ya'ni rasmlardagi yo'nalishga kiraman va hozir men shu yerdan eslab qolishni boshlayman. Menga 30 ta rasm beriladi va menda 1 daqiqa vaqtim bor, lekin 1 daqiqa olib bormasdan lokatsiya usuli orqali bu narsani eslab qola olaman va maksimal darajada hammasini bexato qilishga harakat qilamiz. Bo'lmasam ketdik. Xo'p, mana bo'ldi. Men rasmlarni qayta terib bo'ldim va lokatsiya usuli orqali bu narsani eslab qoldim va ko'rdinglar, rasmlarni tezroq terib berdim. 28 soniya bu mana doimiy tezligim emas, balki undan sal sekinroq, chunki men imkon qadar xato qilmaslikka harakat qildim va hozir 100% aminman, что birorta xato yo'qligiga. Mana 30 ta rasmdan 30 tasini hozir lokatsiya usuli orqali atigi 28 soniyada eslab qoldim. O'rtacha hisobda men 17 va 20 soniya oralig'ida eslab qolaman. Ya'ni bu men normal tezligim, lekin orada bir ikkita xato qilib qo'yishim mumkin bo'ladi. Zo'r, mana biz hozir lokatsiya usuli orqali rasmlarni eslab qolib ko'rdik va natija qanaqangi bo'lishi mumkinligini hozir taxminan ko'rdinglar. Endi hozir xuddi shu narsani biz zanjir usuli orqali qilib ko'ramiz. Ya'ni shu 30 ta rasm, ya'ni xuddi shu emas, boshqa yana 30 ta rasm chiqadi. Faqatgina endi zanjir usulini ishlatgan holatda eslab qolishga men harakat qilib ko'raman va bu yerda bitta tomoni bor. Ya'ni bu nima deydigan bo'lsanglar, tabiiyki ozgina qiyinroq bo'ladi va men ozgina nastroykani o'zgartirib, bittadan rasm chiqadigan qilishga harakat qilaman va shuni endi hozir sifatini va tezligini bitta ko'ramiz, qanaqa bo'ladi. 30 ta rasmni ulgura olarmikanman? Umuman olganda mana shu zanjir usuli orqali eslab qolishga. Bo'lsam ketdik.
Xo'p, mana bu yerda hozir menda zanjir uzildi, eslashga ozgina qiynalganman. Shuning uchun endi oxiridan kelishga harakat qilaman endi. Xo'p, menimcha katta ehtimol men hammasini eslab bo'ldim. Esimda qolganlarini. Tak, okey. Katta ehtimol bilan to'g'ri deb o'ylayman. Atigi 19 ta rasm. Aha, mana bu yerda baribir xatolik bor. Demak, men bu joyda tartibni terayotgan paytda ozgina adashtirib qo'yibman. Ha, bo'ldi. Mana. Lekin eslaganimda men to'g'ri esladim deb o'yladim. Va mana ko'rdinglar, hozir 60 soniya vaqt sarfladim, lekin ancha natija past. Ya'ni 30 ta rasmni 30 tasini ham eslab qolishga qo'limdan kelmadi. To'g'ri, men zanjir usuli bilan doimiy shug'ullanib yurmaganim hisobiga hozir 30 tadan 30 tani eslab qola olmadim. Lekin birinchi marta shug'ullanish boshlagan paytlarimda men lokatsiya usulini ishlatmasdan zanjir usullari bilan eslab qolishga harakat qilardim. O'shanda men taxminan 55 soniyalarda eslab qolar edim zanjir usuli orqali mana shu 30 ta rasmni hammasini. No, bitta baribir masala bor. Lokatsiya usuli все-таки ancha tez va ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda orada bir donasi esimdan chiqsa, men oxiridan qaytib kelishimga to'g'ri kelib qoldi. Lokatsiyada bo'lsa ko'rdinglar, bu yerdan ham terib tashlay oldim. Ya'ni bu hozir 17 ta rasm to'g'ri chiqdi 60 soniyada. Endi kelinglar eng oxirgi metodimiz, ya'ni tabiiyki ishlatadigan o'zimiz prosta takka oddiy takrorlab yodlash usulini ko'rib chiqamiz. Va natija qanaqa bo'ladi? Men o'shani hozir bitta ko'rsataman. Bo'lmasam ketdik. Buning ilkiga ozgina tortyapti. Xo'p, mana men tugatib oldim. Taxminan mana shunaqangi natija bo'ldi. Bilmadim, qolgan o'zi hammasi to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Sal ikkilanish bor. To'g'ri chiqibdi. Zo'r. Mana 12 ta rasmni hozir men eslab qola oldim. Prosta takka oddiy takrorlab. Ko'rdik, ya'ni 60 soniya ketdi. Zanjir usulida ko'proq bo'ldi, ozginagina. Lekin bu aytgandek zanjir usuli bilan men qachon shug'ullanganim to'g'risi oxirgi marta esimda yo'q. O'sha sababdan ham ancha pasayib qolgan. Uchala usulni hozir farqini ko'rib chiqdik. Demak, bu yerda xulosa qilishimiz mumkinki, eng kuchli usulni tanlash kerak va o'sha bilan ko'proq shug'ullanish kerak. Ya'ni bu ham bo'lsa, bu lokatsiya usuli. Bo'ldi, lokatsiya usulini oling, o'rganing, shug'ullaning va mana shu usulni professional darajagacha yetkazishga harakat qiling. O'shanda siz eng yuqori bo'lgan natijalarni qayd etishingiz va ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli ko'proq shug'ullaning va o'zingizni xotirangizni rivojlantirishdan hech qachon to'xtab qolmang. Usullarni ko'rdik. Lokatsiya, zanjir hamda tabiiy xotira, shunchaki qaytarib takrorlab eslab qolish. Takrorlab eslab qolishda o'ta murakkab va qiyin hamda tez esdan chiqib ketadi va eng qizig'i mana hozir уже esimdan chiqib ketdi hamma narsa.
Lekin zanjirda boyagi hikoyalarim hammasi esimda turibdi. E'tibor bering shu joyga. Lokatsiya usuli bo'lsa, ertaga ham, indinga ham kerak bo'lsa, o'sha rasmlarni tartibi bo'yicha eslab bera olaman. Shunaqa, usullarni ko'rdik, farqlarini taxminan ko'rdingiz. Qanchalik darajada natijada farq qilishi mumkinligini, shu sababli to'g'risini tanlaymiz. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va izohlarda o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Qanchada siz 30 ta rasmni eslab qola olasiz. Boyagi zanjirda kam chiqdimi? Hozir ko'raychi yana. Zanjir. To'g'ri ketayotgan bo'lgan ekanman. Faqat vaqt ozgina ulgurmay qoldim. Mana bu joyda teskari qilib qo'yibman-da. Endi o'sha surilib, mana bu daraxt bu yoqqa tushsa, bittaga ketar ekanda. Zanjirni tiklab oldim, faqat mana bu orada bitta xatolik bo'lgan ekan. Ya'ni 3 ta yeydigan narsa bo'lib qolganiga xatolik bo'libdi. No, в принципе 14 chiqdi-yu, atak 28 ta rasm eslab qolganman. Ikkitasi xato 26 bo'lar ekan natija. Yomon emas, ozgina shug'ullansa tiklab olsa bo'ladi bu. Eski natijani.